Bu meni birinchi videoyim. Sizlar bilan aksiyalar bozorini tahlil qilamiz. Haftalik tahlil deb o'rgansanglar bo'ladi. Shunaqa deb atasam bo'ladi. Haftalik tahlillar. Hop, S&P 500 dan boshlaymiz. S&P 500 bugun 28-mart holatiga ko'ra tushishda davom etyapti. Ko'rib turganingizdek, bugun ancha tushdi. Bugun mana 1.7% ga tushib ketgan. Nechinchi hafta? 4 hafta. O'tgan hafta ozgina yashil bo'ldi. 4 hafta tushgan, yana tushish davom etyapti. Bu bizni kutilmalarimiz bo'yicha qayergacha davom etadi? Birinchi kutilmalarimiz mana bu yerga bor, buni qisman yopib bergan. Ammo lekin bizda Fibonacci o'rganlarimiz bor. Kuchli trend faqat tepaga ketgan. Endi orada dam olish kerak. Xo'p, birinchi kutilgan joy mana shu 38 necha zona? Fibonacci zona 38 zona. 38.2 zonamiz. Shu yerdan kutib olamiz. Xo'p, endi bundan keyin qolgan fikrlarni bildirishimiz mumkin. Avvalo hozir bizda nima qilish kerak? Bozorda hozir texnik tomondan qaraymiz. Birinchi trend yordi. O'tgan hafta yorib ancha tepaga yurib berdi. Bundan trend 50% ga yaqin, 50% ga bormagan, 45% yurib bergan. Keyin tushish davom etyapti. Hozir bizda kutilayotgan narsa, shaxsan men kutayotgan narsam mana shu trenddan tushib ketadigan bo'lsa, ko'p ehtimol mana shu tushish davom etadi. Qayergacha kutyapman? $5200 bilan $5100 orasiga tushib yetib boradi. Chunki bu yerda o'rganimiz bor, Fibonacci 0.5 zonamiz bor. Agar bundan yormasa, mana shu atkat bo'lib qolsa, shu yerdan qaytib buriladigan bo'lsa, razvorot. Men kutayotgan joyim avvalo mana bu zona. Fibonacci 62 zona, ya'ni 5900. Shu yergacha yurib berish kerak deb o'ylayman. Xo'p, 1 soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ham shu narsani ko'rishimiz mumkin. 1.7% minus bugungi kunda mana hozir bozor ochilganiga 3 soatdan oshdi. Faqat tushish bo'lyapti. Endi mana shu joydan hozir kuchli sapir zonamizga kelibdi. Qani ko'ramiz bu hafta yopilishi. Menimcha bu hafta bu 5500 zonani pastida yopilmasa kerak. Lekin bilmadim. Hozir kuchli zonaga kelgan. Shu yerdan razvorot olish ehtimoli bor. Agar razvorot olsa, bu yaxshi. Chunki bozor уже bu yerdan yana kuch olib, yana tepaga ketishni boshlaydi. Hop, mana shunaqa. S&P 500 shunday holatda. RSI ham ancha pastga tushgan. Уже RSI 29-darajaga tushibdi. Bu yaxshi. Xo'p, Nasdaq birjasiga keladigan bo'lsak, Nasdaq indeksiga anaroq aytadigan bo'lsam, bunda ham shunday holat deyarli. Bunda lekin trend yorib qo'ygan. Masalan, kunlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, chizgan trend yorib unga qaytish bo'lgan. Unga qaytib yana bu ham darshi ketyapti. Xo'p, bu yerda bunda ham deyarli shunday holat. Agar mana bu zonani yoradigan bo'lsa, 19147 ni ko'p ehtimol bilan yana tushish davom etadi. Qayergacha desak, keyingi kuchli sapir zonamizgacha, mana shu 18400 zonasigacha tushish ehtimoli bor. Xo'p, bu
aytayotganim aynan mana shu zonadan sizga ko'rsatay. Ya'ni mana shu soyasidan tanasi buzib o'tish kerak. Tanasi buzib o'tadigan bo'lsa, ko'p ehtimol yana tushish davom etadi. Xo'p. Watch listimizga keladigan bo'lsak, xo'p, kuchli kompaniyalardan, masalan, Tesla aksiyasidan olamiz. Apple yo'q, Apple menda yo'q. Ma'lumot uchun ko'rib o'tib ketishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Avval chizilgan zonalar bor ekan. Hop. Ya'ni qaytish bo'lyapti, kutilayotgan joy. Hozir buni o'chirib turay. Mana bu trendni yorgan, o'sha razворот olgan, qaytish bo'lgan, yana necha foiz yurib bergan, ancha yurib bergan bu yerda. Mana Fibonacci 0.5 zonagacha yurib beribdi. Men bu trenddan olinganda. Hop. Endi qayergacha qaytish mumkin? Bu hozir Tesla hozir qaytish jarayonida ketyapti. Mana shu zona bizda kuchli sapir zona bo'ladi. Buni belgilab olamiz albatta. Agar yana shu yerga kelsa, mana o'sha chizilgan ekan. Belgilash shart emas. Mana shu zonadan pay olib ko'rsak bo'ladi. Albatta bu meni birinchi videoyim, to'g'ri tushunasizlar. Hop, ozgina hayajon bor. Texnik jihozlarim ham bunga moslashmaganligini ko'rib olmoqchiman. 7 minut video bo'ldi. Xo'p, mana shu zonadan bayga signal qidirishimiz mumkin. Agar shu zonaga kelsa, hop, hozir $264 turibdi. Shunday. Hop, Lunar aksiyasiga keladigan bo'lsak, hop, bu ham buni nimaga Tesla'ni oldiga qo'yganman? Chunki mana shu Tesla, Lunar, BB, BlackBerry kompaniyalari texnik jihatdan hozirgi holati bir-biriga juda o'xshash bo'lganligi uchun yonma-yon qo'yganman. Albatta mana bu zonada ham xuddi shu Tesladagi holat bor. Teparoqdan ko'rsatadigan bo'lsam, Tesladagi pattern bor. Albatta bu pattern tarixdan ko'rib keldim. Bu ishlagan pattern shu joydan, aynan shu joydan razворот olib maksimumda yangilaydi. Teslada ham, Lunarda ham, BlackBerry kompaniyalarida ham shunday holat kuzatilgan. Hop. O'tgan hafta Lunar aksiyasi juda kuchli uchib ketdi. Ya'ni 30%dan 33%gacha oshib ketdi. Albatta u paytda men savdo qilishga ulgurmadim. Chunki juda bir kun ichida uchib ketdi. Chunki yangilik insiders yangiliklar chiqdi menimcha. Bu yerda ancha minusda chiqqan ekan. Xo'p. Bu qanaqa kompaniya desanglar, bu kosmonavtika kompaniyasi, ya'ni kosmos jihozlarini bilan ishlab chiqaruvchi, sotuvchi kompaniya bo'lib, halol kompaniya, moliyaviy faoliyat jihatdan halol bo'lgan kompaniya, bemalol olib sotishimiz mumkin. Hop, 1 soatlik time frame ga keladigan bo'lsak, bunda qanday holat? Albatta shu zona kuchli super zonamiz, sapir zona deyiladi. Agar mana bu yerda gap yopishi mumkin yoki yopmasdan ketishi ham mumkin, chunki 50% ni pastda yopib bo'lgan. Xo'p, agar shu yerga keladigan bo'lsa, keyingi hafta dushanba, seshanbalarga yoki shu trendni buzadigan bo'lsa, bizda 2-3 ta signal oladigan bo'lsa, bayga kirishimiz mumkin, ya'ni sotib olishimiz mumkin. Chunki mana tepada 1 soatlik likvidlarimiz bor, yetish kerak buni. Bu yerda gap bor, gapni qanchadir qismini yopib bergan. Agar buni 70%, 80% ni yopadigan bo'lsa, juda yaxshi bo'ladi. Kichik risk bilan kirishimiz mumkin. Xo'p,
Xo'p, agar keladigan bo'lsa, bu yerga keladigan bo'lsak, biz mana shu zonadan qidirishimiz mumkin. Aynan shu zonani o'zidan bo'lmasa ham, shu zona atrofidan sotib olishga signal qidirishimiz mumkin va riskimizni o'zimiz hisoblab 1 ga 2, maksimum 1 ga 3 holatda kirishimizni tavsiya qilib qolaman. 1 ga pashti 3, 1 ga 3 holatda bo'lyapti. Shu yerdan agar bu moliyaviy maslahat emas, agar zona shu yerga kelib qandaydir masalan trend, mana bu trend yorib yoki boshqa yangilik bo'ladigan bo'lsa, shu payt kirishimiz mumkin. Xo'p, BlackBerry kompaniyasida kuzatib boramiz. Bunda ham xuddi shunday holat bo'lish yo'q, bunda boshqacharoq holat ekan. Уже bu pastga yorib bo'libdi. Ya'ni bu tepadan qaytgandan keyin уже pastga yorib qo'ygan. Bu demak boshqa partranga o'tib ketdi. Biz rejadan chiqib ketdi. Mana bu yerda signal qo'ygan ekanman, ya'ni chizib qo'ygan ekanman. Bu zonadan o'tib ketdi. Xo'p, buni o'chirib turamiz. Bu shunchaki bir taxminlar, albatta. Xo'p, keyingi zonamiz nima bo'lishi mumkin? Mana bu yerda 2-aprel kuni yangiliklar e'lon qilinadi ekan. Shu zonagacha katta ehtimol bilan shu yerda bayroq hosil bo'lishi mumkin. Chunki super zonamizni kuchli joyda turibmiz. Mana shu zonadan ko'p ehtimol shu yerdan qaytib ketish ehtimoli bor. Bunda lekin paqqa hech narsa yo'q ekan. Xo'p, Hemis aksiyamiz bu sog'liqni saqlash bo'yicha aksiya bo'lib, hop bunda ham jadvalni ko'rishimiz mumkin, ya'ni grafikni ko'rishimiz mumkin. Bir time frame'da. Hop, albatta buni yorib qo'ygan, уже ko'p ehtimol bundan pastga yopiladi. Bunda ham paqqa signal yo'q ekan. Biz qachon kiramiz? Biz qachonki kuchli 3 ta sabab bo'lganda kiramiz. Hozir bu уже mana bu yerda yorib qo'ygan, уже bu pastga ketish ehtimoli bor. Lekin mana shu zonalardan kelsa izlashimiz mumkin. Paqqa bunda hozircha vaziyat yo'q. SMC kompaniyasi bunda ham deyarli shunday holat. Albatta bunda mashetdan tepada yopilib bersa, ham 4 soatlik ekan bugungi kun. Bir time frame'da mana shu tepada yopilib bersa juda yaxshi, chunki tepaga ketish ehtimoli bor. Bu kuchli razvorot olib ancha kuch to'plagan, bu уже tepaga tayyorlanyapti. 1 soatlik time frame oladigan bo'lsak, bunda ham уже mana bu yerdan trend tortadigan bo'lsa, уже tortilgan bo'lishi kerak. Albatta bu yerdan уже chizgan ekanmiz. Bu yerdan mana bu trend tortib, trenddan yurgandan keyin long pozitsiya qo'yganman. Albatta bu hali stopga yetib kelmadi. Pastga yetib kelibdi, lekin mana shu trenddan hozir 15 minut buni o'chirib turamiz hozir. Уже menimcha qaytish boshlanganga o'xshayapti. 15 minutlik time frame ko'ramiz. Albatta mana bu trend yorib bir marta orqaga qaytgan. Xo'p, bu yerda nima qilishimiz mumkin? Bu kuchli o'rinda turibdi hozir. Bu joy ancha kuchli o'rin. Likvidlarni oldi, barcha stoplarni
ya'ni stop losslarni oldi, hammasini urdi mana. Va 79-zona, mana bu zonamiz 79, global trendda 79-zona, 79-18-zonamizda turibdi. Bu yerda 3 ta sabab bor. Birinchisi, ana shu zonamiz, global Fibonacci zonamizda 79-zonaga kelgan. Xo'p, endi ikkinchi sababimiz, ayniqsa darajalarimiz уже 1 soatlik time frame'da 30 zonamizgacha tushib kelgan. Уже ostsillator ham pastda, ancha liniyani pastida, уже tepaga o'zgargan, trend tepaga o'zgargan. Xo'p, bu yerda qidirib ko'rishimiz mumkin. Qachonki mana hozir bir yo'li shu yerdan signal berib ketay. Agar bu shunchaki signal kuzatishingiz uchun mana shu zonadan tepada yopiladigan bo'lsa, yoki tepaga o'tib qaytib keladigan bo'lsa, shu zonadan sotib olishimiz mumkin. Shu yerga belgi qo'yib ketay, 1:3 nisbatda. Yoki mana shu zonaga 11%. 11%ga 1:2 nisbatga ekan, 1:3 nisbatga faqat 1:2 ham bizga yetadi. 1:1da yoki stopni tepaga surib qo'yishimiz kerak, yoki savdoga kirgan hajmimizni yarmini sotib olishimiz kerak. Shunda riskka amal qilgan bo'lamiz. Xo'p, TM aksiyasi, Tempus AI aksiyasi уже bunda chizilgan joylar bor. Bir marta chizilgan ekan va uni уже tek profitini olgan ekan. Pastga olgan ekan. Yana shu zonaga qaytib ketdi. Bu yerdan yana kirib ko'rishimiz mumkin. Albatta, mana buni suramiz. Xuddi shu joydan yana bir kirib ko'rishimiz mumkin, sotib olishimiz mumkin. Faqat bunda stop pastroq bo'lishi ham mumkin. Masalan, mana shu joydan kichikroq risk qilishimiz mumkin. 7% ekan, ancha kichkina emas ekan. Mana shu zonagacha, aynan shu joydan hozir уже kelgan, bu joydan yana mana shu o'rtalargacha yurib, keyin mana bu trend davomiga yo tegib pastga tushish kerak, yoki shu trendni yorishish kerak. Albatta, kichkina time frame'da analiz qilishni maslahat bermayman, chunki bu chalg'itadi ancha. Xo'p, qotib qoldi. Yaxshi, 1 soatlik time frame, 15 minutlikdan tushmagan yaxshi. Bir soatlik time frame'ga o'tib olamiz. Keyingi aksiyamiz watchlistimizda, mana 1 soatlik aksiyamizda mana уже order blok zonamizga kelgan, ammo lekin bu yerda mana likvidniy zona bor ekan. Agar shuni shu yerdan mana trendni yoradigan bo'lsa, keyin kirib ko'ramiz. Buni surib qo'yay. Mana agar shu trendni yoradigan bo'lsa, yorgandan keyin kirib ko'ramiz. Shu yerdan kirib ko'rishimiz mumkin 1:2 nisbatda. Hop, bu ham yaxshi holatda turibdi. Agar bu likvid zonani yechib pastga yopiladigan bo'lsa, 45 dan pastda tanasi bilan yopiladigan bo'lsa, bu signal ishlamaydi, bu signal atmaydi. Albatta, bu shunchaki kuzatish uchun signal, moliyaviy maslahat emas. AVH degan aksiyamiz. Hop, Evolent Health, bu ham meditsinskiy kompaniya bo'lib, albatta buni D1 time frame'da kuzatib olamiz. Buni avval o'zim ko'rib chiqqanman, shuning uchun watchlistimga olganman ekan. Bu meni birinchi videoim, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Hali
unaqa tushunarmayman. Bu videoga tayyorlanish qanaqa nima qilish kerak. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, bir time filmda trend liniya bor ekan. Shu trend liniyani yoribdi, lekin unaqa kuch bilan yormagan. Lekin bir time filmda yorgan va qaytgan, bu yerga qaytgan, kuchli supportlardan kuch olgan. Mana kuch olgan, o'sha vaqtda signal ham qo'yilgan ekan, ya'ni long pozitsiya chizib qo'yilgan ekan. 1 soatlik time filmga o'tamiz. Holat qanday? Albatta bu yerda likvidniy zona bor ekan, tepada 1 soatlikda ko'p ehtimol bu yerga qaytadi. Xo'p, signal olishimiz mumkin, chunki mana bu trendni ham yoribdi. Aynan shu yerdan savdoga yoki o'zinglar uchun kuzatuvga olib qo'yishlar mumkin. Mana shu yerdan sotib oldim deb hisoblaymiz. O'zim moliyaviy hech kimga maslahat emas. Riskimiz 12% ekan. Buni take profitini qisqartiramiz. Albatta 1 ga 3 nisbatda 36% ga 12%. Bu foizda albatta katta foizlar, shuning uchun ozroq risk qilib kirgan tavsiya beriladi. Chunki 12%, почти 13% juda katta prosentlar. Bu full barcha pulingizga savdo qilishingiz tavsiya etilmaydi. 1 ga 3. Nvidia kompaniyasi, bu hammasi bu yerda texnologiya kompaniyasi ekan. Hop, deyarli bir xil holat bo'lyapti hammasida. Albatta bu yerda kuchli market kapitalizatsiya va fundamental kuchli bo'lgan kompaniyalar va shimlar bor. Bu yerda hech qanaqa signal yo'q, faqat ko'rinmayapti. AMDda juda yaxshi holatga kelgan. AMD 4 soatlik time frame'ga o'tamiz. Xo'p. Mana buni o'chirib turamiz. Trend yorib turib qaytgan, ana shu zonagacha qaytgan. Eng kuchli qaytish bo'lgan. Hozir biz kutgan zonagacha pastga qaytgan. Shu yerdan kirib ko'ramiz. Shu yerdan sotib olib ko'ramiz. Mana shu zonadan 1 ga 3 nisbatda sotib olamiz. 8% bo'lsa 25%. Mana shu zonalargacha 25 va 50. Mana shu zonagacha menimcha chiqib berish kerak. Xo'p. Shu joygacha chiqib berish kerak. Chunki bu yerda hozir ancha mana bu zonada kuchli support bor. Bu yoqda haftalik time frame'da juda kuchli o'yinda turibdi. Buning chunki men avval ko'rganman. Hop. Yana o'zim bilgan aksiyalar haqida ma'lumot bermoqdaman, chunki men bunga bu videoni olish uchun tayyorgarlik ko'rib qilayotganim yo'q. Shunchaki o'zim qiziqish uchun qilyapman, to'g'ri tushunasizlar. Birinchi videoni balki o'chirib yuboraman, balki bilmayman. Xo'p. Yana qanday aksiyalar bor? Palantir texnologiya kompaniyasi. Xo'p, bunda ham уже qaytish bo'lgan. Bunda ham kirib ko'rishimiz mumkin, savdoga sotib olishimiz mumkin. Albatta buning uchun bizga 1-2 ta signallar kerak. Уже bu yoqda bergan ekanman. Hali stopga yetib kelmabdi. Xo'p. Yana shu joydan olishimiz mumkin ekan. Demak,
bu yoqdan riskni faqat ozroq qilib mana shu joydan 1 ga 3 nisbatda olib ko'rsak bo'ladi. 8%. Mana shu joyga 1 ga 2 nisbatda olib ko'rsak bo'ladi. 1 ga 2, 1 ga 3 emas, 1 ga 2 bo'ladi. Micron Technology kompaniyasi. Xo'p. 15 minutda tayyorlangan ekan. Xo'p, bunda ko'rishingiz mumkin, bu ancha yonlamachasiga ketgan, lekin mana bunda ham SMSI bo'yicha kiradigan bo'lsak, kirishimiz mumkin, chunki ancha bu yerda tushish bo'lgan, ozroq tepaga yurib berishi mumkin. Tepada likvid zonamiz bor, mana shu likvid zonaga harakat qilishimiz mumkin. Buning uchun birinchi sabab bizga yoki trend yorgan bo'lishi kerak. Trend hali yormabdi. Hop, order blok zonamizga kelgan, mana shu zonada H4 time frame'da blokka kelgan. Kompyuter qotyapti biroz, chunki birinchi video men buni tayyorlanib olayotganimga to'g'ri tushunasizlar. Hop. Ancha tushish bo'libdi. Hop, yangiliklardan keyin. Yangilik juda yaxshi chiqqan, ammo lekin sotib olgan, chunki odamlar pulni bo'shatgan, ya'ni uzoq muddatga olganlar yangilikdan so'ng pullarni yechgan, bu tabiiy holat. Hop, dividend 31-mart kuni dividend e'lon qilgan ekan. Hop, mana H4 time frame'da уже kuchli uровенimizga, ya'ni blokka kelgan. Mana shu trendni yoradigan bo'lsa, agar shu trendni tepaga yorsa, bu blokdan o'tmasdan shu yerdan savdoga kirishimiz mumkin. Mana bu yerga ham long qo'yib ketaylik, 1 ga 3 nisbatda albatta qo'yib ketamiz. Keyinchalik kuzatish uchun albatta moliyaviy maslahat emas, 3% bo'lsa 9%. 1 ga 3 nisbatda. Xo'p. Broadcom kompaniyasi 4 soatli time frame'da, bu ham texnologiya bo'lganligi uchun u katta time frame kuchli o'ringa kelgan. Yoki buni yorib ketishi mumkin. Albatta mana shu trendga ketdi. Juda xunuk holatda kelgan, lekin chunki bu hafta mana faqat tushgan, juda katta tushish bo'lgan. H4 time frame'ga o'tadigan bo'lsak, bu yerdan qidirib ko'ramiz. Sotib olishga signallar bo'lsa, sotib olamiz. Faqat men ko'rmayapman, bu yerda hozir eng kamida mana shu zonadan tepaga yoki chiqib olish kerak, yoki kichikroq time frame'da qandaydir zonaga yorib o'tish kerak. Albatta mana shu zonadan chiqadigan bo'lsa, juda katta ehtimol bilan tepaga ketish ehtimoli katta, lekin bundan hozir pastga tushib shu yerga kelib turib, yana biz taxminan mana shu joygacha kelib yana tushish davom etishi mumkin. Buni bilib bo'lmaydi. Xo'p, shuning uchun yana 15 minutligigacha kirib ko'raylik. Agar trend yoriladigan bo'lsa, kichikroq risk bilan balki kirishimiz mumkin. Tepada likvidlar, ancha likvidlar bor. Mana bu zonadan deb olsak, agar shuni tepaga yorsa, mana shu zonadan tepaga chiqadigan bo'lsa, mana shu 76 dan tepaga chiqib yana qaytadigan bo'lsa, yoki mana shu 70 dan tepaga chiqib shu zonaga qaytadigan bo'lsa, shu yerdan
savdoga kirib ko'ramiz. Chunki mana bu chap tomonda turibdi. Kuchli bo'lgan o'yinchilar. Juda kichkina ekan. Albatta buni 1 ga 3 qilamiz. 1 ga 3 nisbatda. Mana shu zonagacha menimcha yurib berish kerak. Agar bu qachon ishlaydi? Mana bu trend yorganda ishlaydi. Bu hozir kirish degan emas. Xo'p. Hozircha shular, menda borlar shular edi. Meni kuzatib boring yoki videoga izoh qoldiring. Bu meni birinchi videoyim. Qanday olishni, qanday nima qilishni, yozishni endi o'rganish maqsadida qilyapman. Bu hech qanday hech kimga moliyaviy maslahat emas. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi hafta ko'rishguncha xayr.